Obunachilarim ichida eng ko'p beriladigan savol hozirgi kunda yuz parvarishi. Keling shu haqida gaplashsak. Yuz parvarishi kosmetolog kabinetida tugab qolmaydi. Kosmetolog protsedura bajargandan keyin patsient uyida kosmetolog bergan yo'riqnomaga amal qilgan holda kundalik parvarishda to'g'ri olib borishadigan bo'lsa, patsientlar 100% natijaga erishadi. To'g'ri aytasiz. Ko'pchilik kunduzgi va tungi uxotlarni juda ham adashtirib yorishadi. Keling shu haqida to'liq ma'lumot bersak. Tungi parvarishda siz yuzingizni muammosini bilishingiz kerak. Agarda siz yuzingizni ajinga qarshi ishlamoqchi bo'lsangiz, namlantiruvchi vositalardan foydalanasiz. Birinchi o'rinda yuzingizni turiga to'g'ri keladigan umivalka va penkadan foydalanib yuzingizni tozalab olasiz. Va ikkinchi etapda siz terini pH-ini to'g'irlash uchun toner va patlardan foydalanasiz. Uchinchidan esa ampula va svirtkalar yordamida yuzni namlantirib olasiz. Shu joyda bir narsani aytib o'taman. Agarda yuzingizda ugrilar yoki dog'lar muammo bo'ladigan bo'lsa, ampulalarni maxsus shu yo'nalishda ta'sir qiluvchilarni foydalansangiz bo'ladi. Keyingisi esa svirtkalardan so'ng krem bilan yopib olamiz. Bir narsaga diqqat qilinglar. Tungi kremlar bejizga tungi deb atalmaydi. Tungi uxotlar quyoshga qarshi reaksiya ko'rsatishi mumkin. Ya'ni yuzingizga dog' tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ular faqat tunda foydalaniladi. Kunduzgi uxotlarimiz ham kumush aytgandek shu tartibda bo'ladi. Faqatgina kremlarni kunduzgi va tungiligini bilib olishingiz kerak. SPF dan doimiy ravishda foydalanib borish kerak, chunki SPF mavsumiy emas. Shunga o'xshagan qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligingiz uchun sahifamizga obuna bo'ling va Directdan murojaat qiling.